4-bobni boshlab keltiring. Bugungi darsligimiz kitobimizning 4-bobi. Demak, mavzuyimiz massaj tizimlari. O'qishni boshlaymiz. Massaj usullarini o'ziga xosligi, massaj harakatlarining yo'nalishi massaj tizimi deb ataladi. Massaj nazariyasi va amaliyotida ma'lum bo'lgan bir qancha shved, fin, rus, xitoy, turkiy, ya'ni sharq massaji tizimlari bor. Sport va tibbiyot sohasida rus, fin, shved massaj tizimlari ko'proq qo'llaniladi. Turkiy massaj ko'pincha sharq massaji deb ataluvchi tizim juda qadimdan ma'lum bo'lib, undan hanuz foydalaniladi. Bu massaj turi haddan tashqari dag'al, qattiq va kuchli bo'lib, qo'l va oyoqlar yordamida shiddat bilan bajariladi. Undan ko'proq hammomlarda foydalaniladi. Shved massaj tizimi 19-asrda Ling tomonidan shved massaj tizimiga asos solingan. 1813-yilda Stokgolmda massaj va davo gimnastikasi davlat instituti tashkil qilindi. Bu institutni tugatgan talabalar boshqa mamlakatlarda massaj maktabini ochdilar. Shved massaj tizimi silash, ishqalash va harakat usullaridan tarkib topgan. Bundan eng asosiy e'tibor bo'g'imlarni massaj qilishga qaratilgan. Shved massaj tizimi vaqti 60-70% ishqalashga, 30-40% harakatlarga, faol va sust harakatlarga, 5-7% silashga ajratilinadi. Shved tizimidagi massaj klassik usullardan farq qilib, jadalroq sur'atda bajarilib, chuqur to'qimalargacha, hatto suyakkacha yetib boradi. Bu massaj turining vazifasi qon va limfa aylanishini yaxshilanishga intilish emas, balki teri ostidagi qattiqlikni, qotib qolgan joylarni ishqalash, mushaklarni, nerv tomir tugullarini cho'zishdan iborat. Massaj harakatlarining yo'nalishi qo'l va oyoqlarda yuqoridan pastga harakatlangan bo'lib, markazga intiluvchi ko'k qon va limfa harakatlari yo'nalishiga qarama-qarshi bajariladi. Masalan, qo'lning yelka va bilak qismi alohida yuqoridan pastga qarab massaj qilinadi. Oyoqlar ham xuddi shu usulda massaj qilinadi. Hozirgi vaqtda shved mutaxassislari rus sistemasidagi ko'pgina usullarni qo'llaydilar. Sobiq ittifoq davridagi massaj tizimida ham bo'g'imlar massaji va har xil harakatlar amalda qo'llaniladi. Keyingi massaj tizimi bu fin massaj tizimi. Fin massaj tizimi Skandinaviya mamlakatlarida davolash va sport amaliyotida keng qo'llaniladi. Shu bilan birgalikda fin massaj tizimi bir qator kamchiliklarga ega. Qo'llanilgan usullar mushaklar tuzilishi va joylashgan qismlarni inobatga olib massaj o'tkazishga imkoniyat bermaydi. Uqalash uslubiga e'tibor kuchli. Massaj usullarini massajchi tik turgan holatda bajaradi. Bu salomatlikka zarar keltirishi mumkin. Massaj vaqtida harakat yo'nalishi oyoqdan bosh tomonga qaratilgan. Demak, bizda qarang, mana shu finni o'rgatishgan. Biz shu usulda qotib qolganmiz. Endi bu narsani biz o'zgartirishimiz kerak. Mana kitoblarda hammasi keltirib o'tilgan. Qaranglar. Bu kam samaralidir. Hammomlarda fin massaji ishlatilmaydi. Sport amaliyotida fin massaj tizimidan eshkak eshish, boks, kurash, og'ir atletika kabi sport turlarida foydalanish yaxshi natija bermaydi. Ammo yassi mushaklar, orqaning uzun mushaklari, bilakning yozuvchi mushaklari, boldirning old yuzasida joylashgan mushaklar massaj qilish yaxshi natija beradi. Faqat shuga xolos ekan, shu muskullarga yaxshi natija berar ekan xolos. Bu juda kam samarali hisoblanadi. So'nggi yillarda fin massaj tizimidagi yangi usullar hisobga ancha boyitilgan. Sobiq ittifoq massaj tizimi. Bu tizimni asoschisi xizmat ko'rsatgan fan arbobi, meditsina fanlari doktori professor Sarkizov Serazini hisoblanadi. Sarkizov Serazini massaj usullarini nechog'li ahamiyatli ekanligini asoslab bergan. U massajni nazariy, amaliy va pedagogik jihatlarini targ'ib qilishga katta hissa qo'shgan. Demak, qaranglar, biz hozir ko'pincha o'rganib kelayotgan usullarimizda fin massaj usuli, ya'ni oyoqni boshdan tortib bosh qismigacha qilinadi. Ko'pgina massajchilar turib ishlashadi. Bu massajchini charchatadi, ishini sifatiga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, yassi yuzi muskullariga ta'sir qilib, massajning samarasi bizni kutgan darajada bo'lmaydi. Mana kitoblarda ham o'zining isboti bilan yozib qo'yilgan. Shved massaji bo'lsa, har bitta
sohani bosh qismidan boshlab turib uch qismiga qarab harakatlanadi. Har bitta bo'g'im ajratilinadi. Men o'rgangan yo'nalish bunga qisman to'g'ri keladi. Men o'zim shved tizimida ishlar ekanman. Har bitta bo'g'imni ajratib olaman. Bo'g'imdan bo'g'im tomongacha limfa hamda tomir yo'nalishi bo'ylab nervni qanaqa ishlashini hisobga olib harakatlanaman. Men o'zimdan faxrlanaman. Men qidirgan narsalarimni topganman. Bu narsa kitoblarda ham yozib qo'yilgan. Lekin shu kitobni men o'zim ish boshlab o'qiganman, lekin jarayonda qo'llaganimda, qidirib topganimda, boshqa ustozlarimdan o'rganganim bilan kombinatsiya qilganimda mana endi boshqacha tushunyapman bu kitobni. Oldin o'qiganimda o'qiganman shu narsani, lekin boshqacha tushunib o'qiganman. Hozir o'qiyotganimda sizlar uchun nima deydi? Yaxshilik qilishni o'zingdan boshlagin deydi-ku. Mana men ko'pchilik yaxshilik qilmoqchi bo'lib bu kitobni o'qishni boshladim, lekin o'zim ham qaytadan kashf qilman bu narsani. Lekin o'qiganman. Hozir o'qiyotganimda umuman boshqa yangi fikrlarni olaman, yangi insaytlarni olaman. Kitoblarni men shuning uchun yaxshi ko'raman. Zerikib qolmagan bo'lsanglar, davom etamiz. Zo'r joylariga kelamiz. Massaj usullari. Massaj amaliyotida asosan 3 xili ishlatilinadi. Qo'l massaji, apparatli massaj hamda aralash va ayrim hollarda oyoq usuli qo'llaniladi. Massajning qo'l usuli bu klassik usul. Qadimdan ma'lum bo'lib, boshqa usullarning asosidir. Hozirgi vaqtda ham asosan qo'l usuli qo'llaniladi, chunki qo'l yordamida a'zo va to'qimalariga beriladigan ta'sirotni o'zgartirib turish mumkin. Ya'ni siz organlarda his qilayotgan holatingiz agar qattiq bo'lsa, unga ozgina bosim qo'shishingiz, agar jarayonda siz chuqur to'qimalarga o'tib ketayotgan bo'lsangiz va bu bemorga diskomfort keltirayotgan bo'lsa, siz qo'llaringiz bilan paypaslab yuza qavatga chiqib olishingiz mumkin. Lekin aynan apparatli massajlarni ko'pchilik tan olmaydigan tomoni nima? Almashtirib bo'lmaydigan tomoni nima? Apparatli massajlar bu apparat massaji amalga oshirayotgani uchun apparat his qilmaydi bu narsani. Faqat insonni qo'li his qila oladi va bu narsani hech nima bilan almashtirib bo'lmaydi. Dunyoda juda ham ko'p apparatlar massaj uchun ixtiro qilinadi, o'ylab topiladi, lekin hech qaysi shu 21-asrgacha qo'lni o'rnini bosa olmagan. Bundan keyin ham bu narsa shartli ehtimol hisoblanadi. Bosadimi qo'lni o'rnini bosa olmaydimi? Bu har doim bahsli munozarali mavzu. Ko'pincha bosa olmaydi, chunki apparat his qila olmaydi. Bundan tashqari oyoqlarda amalga oshiriladigan massajni ko'pchiliginglar bilasizlar. Xonadonlarda masalan ko'pchilik bolasiga orqama bosib qo'yib ustiga chiqarib oladi. Oyoqda tay massajlarida ham keng foydalanadigan oyoq usullari mavjud, lekin bitta yomon tomoni butun badanni, tanani og'irligi oyoqda to'planganini hisobiga masterni, ya'ni massajchini butun tana og'irligini bemor qabul qiladi. Bu ayrim joylarda og'riqli, ayrim joylarda qotib qolgan paylarni qo'lli kuchi yetmagan joyda, lekin foydali hisoblanadi. Mushak juda ham qalin bo'lganlarda, muskul paylar qotib qolganlarda, qo'lli kuchi yetmaganda oyoqdan yordam olinadi. Lekin bu har doim ham emas. Bolalarga-yu umuman tavsiya qilinmaydi, chunki o'zi kichkintakkina joni bor, juda ham yupqa muskul to'qimalari bor, paylari hali u darajada qotib ulgurmagan, qo'l bilan ham uni yetsa bo'ladi. Xullas, davom etamiz. Massajning apparat usuli. Turli mexanik moslamalar yordamida qadim zamonlarda massaj jarayonini yengillashtirish uchun har xil buyumlar, moslamalar qo'llanilgan. Masalan, qadimgi Yunonistonda qashlag'ichlar, Yaponiyada tayoqchalar, O'rta Osiyoda bir tomoni to'mtoq, yassi yuzali moslamalar. Blade'lar ham masalan shu turga kirib ketsa kerak. Yirik va mayda tishli, qattiq yog'och taroqlar. Bosh og'riqlari holatlarida. Rossiya hammomlarida har xil daraxtlarning navdalaridan boylamlar qo'llanilgan. Hozirgi vaqtda zamonaviy massaj apparatlari keng qo'llanilmoqda. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda yozilishi bo'yicha apparatga ta'rif berilgan, lekin apparatda ham massaj jarayonini yengillashtirish uchun yordamchi usul sifatida ko'rsatilyapti. Bu to'g'ri. Chunki qo'l massajini amalga oshirganingizdan keyin sizni qo'lingizni kuchi yetmay qolgan joylariga sizga apparat yordamga keladi. Massajning oyoq usuli asosan Sharq mamlakatlari va Afrikada qo'llaniladi. Ko'p hollarda massajni qo'l usuli bilan qo'shib olib boriladi. Oyoq massaj usulini oyoq bilan tepib qo'yish kundalik hayotda ota-bobolarimiz hozir aytgan narsam kitobda qaytarilyapti. Kundalik hayotda ota-bobolarimiz charchoqni tarqatib, ish qobiliyatini oshirish, davolanish niyatida qo'llab kelganlar. Oyoq massaji qon oqimi bo'ylab va qon oqimiga qarama-qarshi yo'nalishda bajariladi. Qalash, siqish, bo'g'imlarni massaj yordamida harakatlantirish yo'li bilan bajaradilar.
Keyingisi hamma usullarni qo'shib massaj qilish. Massajning bu usulida qo'l, maxsus moslamalar va oyoq massajlari birgalikda qo'llanilishi mumkin. Bunda avval qo'l bilan massaj qilinadi, so'ngra moslamalar yordamida yoki oyoq bilan bajarilib, yana qo'l bilan massaj qilib yakunlanadi. O'rtoqlar, bugungi olgan darsinglardan qanaqa qiziqarli ma'lumotlar oldinglar, nimalar sizlarga yengillik bo'ldi, qaysi informatsiyalarni siz hali eshitmagan ekansiz, bilmagan ekansiz, обязательно kommentariyada yozib keting. Biz sizlar bilan birgalikda hali bu kitobni yakunigacha boramiz. Keyingi darsni intizorlik bilan kutayotganlar ko'p. Agar sizga bu o'qilishlar yoqayotgan bo'lsa, bu shaklda bilim olish sizga qulay bo'layotgan bo'lsa, iltimos sizlardan bizning kanalimiz rivoji uchun bitta like hamda yaqin massajchi dugonangizga jo'natib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, qo'ng'iroqchani bosib bizga podpisatsiya qilish esingizdan chiqmasin.